Assalomu alaykum. Qo'shni, yaxshimisiz? Kecha kuni ozgina dilingizni og'ritib qo'ydim. Shoshilib turdim. Meni kechiring. Qo'shnim insof beribdimi? Xudoga shukr. Ikkita non yarashib pul topdim. To'xta. Balki bolam, balki qo'rqma. O'g'lim, meni kechiring-a. Kecha kuni dilingni og'ritdim. Mana pulni olgin. Uyingga narsa olib borasan, xo'pmi? Rahmat. Hey! Sen ham chang gitmasdan shipir. Bir-biringdan nervingni yeysanlar, xo'p bo'ladi, xo'p. Aziz, meni kechir. Kecha qattiq gapirib yubordim. Oyligingni 2 barobar qilib oshirib beraman, seni tushundim. Nolalarim yetib boribdi shekilli. Allo. Doktor. Aka, kechirasiz, biroz anglashilmovchilik bo'libdi. Bizda yangi hamshiramiz adashtirib boshqa analizni bergan ekan. Siz soppa-sog'siz. Uzoq umr ko'rasiz hali, xudo xolasa. Bilasizmi, men 2-3 kun ichida qanaqa ahvolga tushdim? Hozir boraman, kuningizni ko'rsataman sizga. Ishlayman nimaga? Kecha sog'lig'im yomonlashib analiz topshirgan bor edim. Mesestralar analiz javoblarini alishtirib qo'ygan ekan. Miya zarak bor dedi. Hozir doktor bilan gaplashgani ketyapman. Hammasi yaxshilikka bo'lgan. Amaki, qanaqasiga yaxshilikka bo'ladi? 2-3 kundan beri qiynalib ketdim, o'larkanman deb. Qara. O'liming haqidagi yolg'on xabar qancha o'zgartirib yubordi seni. Oxirgi paytlari sen o'zingni hech qachon o'lmaydigan odamdaqa tutib olayotganding. Aslida har birimiz umrimiz har lahzada tugab qolishi mumkin. Sen bugundan boshlab ertaga o'ladigandek yasha. To'plagan mol-mulklaring, obro'laring bor-ku, shu yerda yuzida qolib ketadi. Sen o'zingga qabrda kerak bo'ladigan amallar to'playing deb bag'riga.